Assalomu alaykum Islom Azimovich, xush kelibsiz. Nega bu yoqdan kirasiz, naryoqdan kirmaysiz? Men nima shu yerda tozalaymanmi yana? Hali ham o'tirsanmi? Ishlar qolib ketyapti, tezlash. O'zingiz aytganingizdek faqatgina sifatga e'tibor beryapmiz. Menga qara, nima qilyapsan? Kim ruxsat bersa senga olib kirishga? Bor daryoqqa. Onajonsiz o'tirsizlarmi? Ha, kelib qoldingizmi? Ovqating tayyormi? Qanaqa ovqat? Yeb kelmadingizmi? Ko'cha o'tiraringiz bilan. Bir ovqat qilishim qoladi, mo'ysasib. Salonga borishim kerak, vaqtim yo'q meni. Voy, dadajonisi, kelib qoldingizmi? Charchamadingizmi? Bering qo'lingizdagini. Biram mehribonsiz. Shu yerda ham farzandlaringizni o'ylab, bozordan bir mevalar ko'tarib kelibsiz. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Voy, dadajonisi, boringizga shukr. Topganingizga Alloh baraka bersin. Onasi, nega buncha mehribonsiz? Ko'cha-ko'yda, ishxonamda hech kim meni hurmat qilmasa ham, sen menga doim e'tiborlisan. Dadajonisi, nega unaqa deysiz? Ko'chada kimligingiz muhim emas. Siz meni begimsiz, podshohimsiz.